Kalon. Dastar tegmasa shu kuni yopamiz dedim-ku. Shuncha istoriyamni ko'rgan insonlardan bor yo'q 3 kishi menga ijobiy bo'lmagan fikr bildirgandilar. Shulardan bittalarini big'illatib uylaridan bo'lib o'tib kelaman mana apa. İsimlari Dilya. Bu kishini ko'pchilik taniydi. Shu meni hamma taniydi deb o'zlaridan negativ yozganlar. Bugun shuni isbotini ko'ramiz. Qanday nimalar bo'ladi. Men qo'rqqanimdan shu dalgalardan qo'rqdim senyoritalarim. O'zimga himoyachilik kelganman. Kim deydi? Ruqchimni olib kelganman. Men himoya qilasan, qutqarasan agar biror narsa urush janjal bo'ladigan bo'lsa deb, dugoshimni o'zimga himoyachi qilib olib kelganman. Dastariga keldik. Lekin bu yerga bitta zo'r narsa bor ekan, senyorita degan salat bor ekan, men bilmay ekanman. Qarang, reklamasini olmoqchiman, lekin shu salatni Dilya bilar ekanlar borligini. Mana bu senyorita salati. Ichiga esa qo'ziqorin yomg'iri ham bor ekan. Qo'ziqorin, salyonni bodring. Buni retseptini men sizlarga alohida yozib qoldiraman, uyda tayyorlasalaringiz ham bo'ladi. Dastaridan salatni retseptini o'g'irlaymiz, xudo xohlasa. Senyoritalarim uchun-da. Ha, meni senyoritalarim uchun. Kelgan paytlaringizda obязательно bundan olib yeb ko'ringlar. Bu esa